Salom treyderlar, agar siz forex savdosi bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz yoki endi boshlamoqchi bo'lsangiz, brokerlarda beriladigan bonuslar haqida eshitgan bo'lishingiz aniq. Bular xush kelibsiz bonusi, depozitsiz bonuslar, cashback, rebate va eng ko'p tarqalgani birinchi va keyingi depozitlarga beriladigan bonuslar. Lekin bu bonuslar haqiqatan ham daromad olib kelishga yordam beradimi? Yoki bu shunchaki reklamami? Bugun biz qaysi bonuslar foydaliligini ko'rib chiqamiz. Videoda oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, bonuslardan to'g'ri foydalanish va yashirin shartlardan qochish to'g'risida ma'lumotlar ham berib boraman. Boshladik. Eslatib o'taman, hamma ma'lumotlar ustrading.ru saytidan olingan. O'zlaringizga qulay va ekosistemada xoh Google bo'ladimi, Yandex bo'ladimi, ustrading yozsalaring, saytga o'tasizlar. Hamma ma'lumotlar bor. Bizga kerakligi bonuslar. Depozitsiz bonuslar turnirlar haqida emas, faqat bonuslar aksiyalar bo'limida. Bonus beradigan forex brokerlari juda ham ko'p, lekin bu videoda men O'zbekistonda keng tarqalgan va o'zbekistonlik treyderlarga e'tibor qaratayotgan brokerlardagi bonuslar to'g'risida batafsil aytib o'tib ketaman. Bularga A-Markets, Raw Forex, Netprombank Forex, XM Global, Forex Club, Instaforexlar kiradi. Shulardagi bizga berilayotgan bonuslar to'g'risida hozir ma'lumot beraman. Shu brokerlarda o'zbek tilida texpodдержка qo'shilgan, programmani o'zbek tiliga o'girishga уже boshlangan, ko'pida уже o'zbek tilida programma hisoblab ishlayapti. Forex brokeridagi bonuslar va aksiyalar. Bir boshdan boshladik. A-Markets. Demo hisobdagi haqiqiy pul. Yangi hisob ochgan A-Markets foydalanuvchilariga ma'lum bir vaqt davomida demo hisobda qilingan foydani real hisobga o'tkazish. A-Marketsdan cashback, ya'ni har bir lot qilgan savdoingiz uchun $3 dan 14-17 dollargacha sizga qaytarib to'lab beradi har bir lot uchun. Bundan tashqari 20% savdo bonusi. Birinchi depozitga bo'lsa 100% savdo bonusi ham bor. Depozit kiritayotganingizda 0%lik, ya'ni komissiyasiz depozit qilish imkoniyati, lekin ba'zi bir platejniy sistemalarda bor. Komissiya, ulardagi to'langan komissiyani sizga bonus qilib qo'shib berish. Keyin bu bonuslar sizga avtomatik berilmaydi. Siz bu bonuslarni olish uchun A-Markets hamkori yoki bo'lmasa sizning shaxsiy menejeringiz yo texpodдержкаga yozib, shu bonuslarni aktivlashtirishingiz kerak. Bularni misol uchun A-Markets o'zini veb sahifasidan ko'rib chiqishimiz mumkin. Cashback, do'stingiz taklif qilish, o'tish uchun bonus, boshlang'ich kapitalni 2 barobar oshirish, 0% komissiya, demoda haqiqiy pullar, hisobda A-Marketsga o'tkazish. Bularni aktivlashtirish uchun yozish kerak. Avtomatik aktivlashmaydi. Misol uchun mana A-Marketsdan cashback. Batli usloviyalar, shartlarni o'zingiz hammasini ko'rib turibsiz. Cashbackni faollashtira olasizlar hisob ochgandan keyin. Yana ham osonroq bo'lish uchun A-Markets lishniy kabinetiga o'tib, menyudan cashback A-Marketsga bossalaring, xuddi shu oyna chiqadi. Batafsil ko'rsatib berilgan. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi o'rinlarda minimalniy qancha оборот savdo qilishingiz kerak va sizga qancha pul to'lashi to'g'risida. Shaxsiy kabinetda ham barcha ma'lumotlar berilgan, lekin buni aktivlash uchun mana zaявка berish kerak. Agar sizlar o'zbekcha qilmoqchi bo'lsalaring, tilini o'zbekcha qilib olinglar. Real hisobda savdoni boshlaganingizdan keyin ariza berish eslangizdan chiqmasin. Qo'shimcha sizlarga pul to'laydi har bir qilgan savdolaring uchun. Keyingi brokerga o'tamiz. Raw Forex brokeri. Welcome bonus, ya'ni xush kelibsiz bonusi $30 klassik bonus, birinchi depozitga 120% bonus. Cashback, rebate xizmati har oy savdo hajmingizga qarab beriladigan bonus. Mukofot 5% dan 15% gacha uyam savdo oborotingizga qarab beriladi. Oylik 10% gacha mukofot puli, ya'ni siz balansingizda ishlamay turgan pul uchun beriladigan bonuslar. Endi bu yerda eng qizig'i yangi ro'yxatdan o'tganlar uchun welcome bonus ko'pchilikka qiziq. Raw Forex o'zining veb sahifasida ham promo aksiyalar bo'limida welcome bonus ko'rsalaring
barcha ma'lumotlar berib berilgan. Hisobni ochish kerak, akkaunt verifikatsiyadan o'tkazing, hisobni to'ldiring. Minimalniy Visa, Mastercard kartasi orqali $10 depozit qilsangiz hamda hamma talablarga javob bersangiz, sizga $30lik promo kod beradi. Endi buni lishniy kabinetda ko'radigan bo'lsak, mana Raw Forex lishniy kabineti mablag'lar bo'limida Welcome bonus $30lik dasturiga kiramiz. Bu hisobda уже $30lik bonus olingan, hisob raqam tasdiqlangan, SMS verifikatsiya, ya'ni telefon nomeri verifikatsiyadan o'tgan, manzil verifikatsiya, adres, yashash manzili tasdiqlangan, pasport verifikatsiya, ya'ni ID karta yo pasport rasmi tashlab ro'yxatdan o'tilgan hamda minimalniy depozit Visa yoki Mastercard orqali $10 depozit qilingan. Anti-fraud dasturi bo'lsa, ya'ni siz brokerda aldamayapsizmi, oldin ro'yxatdan o'tmaganmisiz, yo bo'lmasa bitta IP adresdan bir nechta odam ro'yxatdan o'tganmi yoki yo'qmi? Yo'q, to'g'ri turibdi. Welcome bonus bo'limidagi hamma ma'lumotlarni to'ldirib, minimalniy $10 depozit Visa yoki Mastercard kartasi orqali qilganingizdan keyin sizga promo kod beriladi. Elektron pochtangizga keladi. Promo kod tasdiqlaganingizdan keyin savdo hisobingizga $30 bonus qo'shiladi. O'zingiz qilgan $10 depozitingiz bilan $40 balans bilan savdoingizni boshlaysiz. Bonusni yechib olib bo'lmaydi, lekin qilgan foydangizga yechorasiz. O'zingiz birinchi qilgan $10 depozitni ham yechib ko'proq savdo bonuslariga alishtirish imkoni bor. Undan tashqari depozit kiritayotganda yo yechayotganda komissiya yo'qligi juda ham qulay. Bu barcha ma'lumotlar batafsil XM Global'da o'zini veb sahifasida ham berilib o'tilgan. Undan tashqari hozirda mana har 2 lot Bitcoin'da qilingan savdo uchun sizga $20 dan qo'shimcha mukofot puli berilyapti. Depozit bonuslar to'g'risida sodiqlik dasturi, musobaqalar, demo real hisobda musobaqalar bo'lib o'tadi. Real hisobda savdoni boshlashdan oldin demo hisobdagi turnirlarda qatnashib ko'ringlar. Juda ham foydali bo'ladi. Web sahifadan yo bo'lmasa mobilniy programmada lishniy kabinetga o'tadigan bo'lsalaring, sizlarda bonus to'g'risida ma'lumotlar berilgan. XM Global'da birinchi depozitga yo bo'lmasa $500 ga 100% bonus avtomatik ravishda amalga oshadi. Uni tasdiqlash yo faollashtirish shart emas. Bu hisobda $450 bonus qolgan. Oldin $50 ga hisobni to'ldirilganligi uchun uni bonusi olingan. Hozir men $450 ga hisobni to'ldirsam $900 bo'lib balansga tushadi. Savdo bonusini savdoga ishlatsa bo'ladi, lekin yechib olish imkoni yo'q. Undan ko'proq depozit qiladigan bo'lsangiz, birinchi $500 ga 100% ko'payib tushadi. Qolgan $10,000 gacha bo'lgan summaga sizga 20% savdo bonusi qo'shiladi. Forex Club Welcome bonus 100%lik yangi ro'yxatdan o'tgan mijozlar uchun birinchi depozit $100 va undan ko'proq bo'lsa, qilingan depozit miqdorida bonus qo'shib beriladi. Undan tashqari boshqa bonuslar ham bor. Veb-saytda brokerlar bo'limida Forex Clubni o'ziga kiradigan bo'lsa, Forex Clubni o'ziga o'tganda eng pastga tushsalaring, xohlasanglar veb sahifasiga o'tinglar yo mobilniy programma Oltin talvasasi 2025-yilda aksiya ketyapti katta. Ekspert bilan o'rganish. Bu ham yangi aksiya. Ya'ni birinchi depozit uchun sizga boshqa bonus berilmaydi, lekin sizga yangi boshlayotganingizda o'rganish uchun mutaxassis bilan birga ishlashga imkoniyat beradi. U sizga alohida individualni o'rgatadi. Yo bo'lmasa MetaTrader 4 da hisob oching, 50% bonus qo'shib beradi. Undan tashqari promo kod gift terib hisobingizni to'ldiradigan bo'lsangiz, sizga aksiya sovg'a qilinadi. Apple, IBM, Google aksiyalarini sizga sovg'a sifatida beradi, qilingan depozitga qarab. Batafsil veb sahifasiga o'taylik, o'sha yerda ham ko'rishingiz mumkin. Forex Club ham o'zbek tilida ma'lumotlarni beryapti. O'zbek tilida ham ko'rishlari mumkin. Hamma ma'lumotlar bor. Bizga kerakligi qanday pul ishlash bo'limida aksiyalar va bonuslarga o'tamiz. Welcome bonus ko'rib turibsiz.
Endi bu promokod qayerga teraman desangiz, kirib o'qib ko'rishingiz mumkin. Batafsil yozib qo'ygan. Ko'rsataman, beraveraman. Welcome yo bo'lmasa o'zi giftmi, welcome qaysi biri sizga qulay bo'lsa, shu promokoddan foydalaning. Hisobni to'ldirishda o'zingizga qulay usul tanlaysiz. Eng pastga tushganingizda promokod bormi deb qo'ygan so'roq. Bor bosib turib welcome qo'yasiz, принят. Promokod qabul qilindi. Kod принято deb qo'ygan. Shunday chiqishi kerak. Keyin hisobingizni to'ldirsangiz, sizga shu yoki boshqa bonuslar beriladi. Keyingi brokerimiz Instaforex. $1,500 startup depozitsiz bonus. Barcha mijozlarga beriladi. Bir martalik. Qilingan foydani 10% miqdoridagisini real hisobga o'tkazsalaring bo'ladi. Bundan tashqari 100% depozit bonus, 55% bonus, 30% bonuslar bor. Ularda farqi bor, uslovlari bor, shartlari bor. Batafsil veb sahifasiga o'tib ko'ramiz. Instaforex broker nomer 1 в Азии. Broker hozirda o'zbekistonlik treyderlarga e'tibor qaratgan. Asosiy sahifasida ham, veb sahifasida Krill yoki lotin tilida o'zbekchaga o'girishlaring mumkin. Menga rus tilida qulayroq. Bizga kerakligi, menga yoqadigan jihati Instaforexda texpodдержка qolasiz primoy telefon qilib gaplashishingiz mumkin. Tez onlayn chati ham qo'llab-quvvatlash xizmati ancha tez, qulay ishlaydi. Yoki bo'lmasa tiketlar ochib, primoy pochtasiga yozsangiz ham har qanday muammolarni tezda hal qilib berishadi. Promo aksiyalar bo'limiga kiramiz. Bizga kerakligi bonuslar. Bonuslar. Har bir bonusda o'zining usloviyasi bor. Agar siz 100% bonus olmoqchi bo'lsangiz, birinchi hisobni to'ldirishga maksimalniy kredit yelkasi 1/200 bo'ladi. Stop out 100% ekan. Ikkinchi o'rinda 55% bonus oladigan bo'lsangiz, xohlagan hisobni to'ldirishingizga bo'ladi. Maksimalniy kredit yelkasi bunda ham 1/200. Stop out 100%. Uchinchi bonus 30%. Kredit yelkasi 1/1000. Stop out 10%. Bundan tashqari boshqa klubniy bonuslar bor. Yo bo'lmasa har qanday depozitga qo'shimcha bonuslar qilib beradi. U bonuslarni o'zlaring mana pastda grafik berib qo'ygan, solishtirishlar mumkin. Bundan tashqari hisobni to'ldirishdan oldin Instaforexda har xil sovrinli turnirlar bo'ladi. Qatnashishlarni taklif qilaman. O'zbekistondan ko'pchilik qatnashadi. Turnirlarda real pul mukofoti taqdim qilinadi g'olib bo'lgan treyderlarga. Agar bilimingiz, ko'nikingiz bo'lsa, depozit qilmasdan turnirlarda qatnashib ko'ring. Kunlik, haftalik, oylik turnirlar bo'ladi. Bu veb sahifada boshqa brokerlardagi bonuslar to'g'risida ham ma'lumotlar berilgan. O'zlaring o'qib chiqib ko'rishlaring mumkin. Undan tashqari 1000 dan ortiq forex brokerlari bor. Hammasida bonuslar, ya'ni birinchi depozitga xush kelibsiz, biz depozitning bonuslar bor. Lekin ulardan pul yetish ehtimolingiz, u brokerning ishonchliligi hamda bizni hududiy jihatdan O'zbekistonlik fuqarolarga yoki treyderlarga e'tibor qilish qilmasligi, bu katta so'roq ostida. E'tibor berib, keyin savdo boshlanglar. Lekin bu videoda berilgan bonuslar bo'lsa, O'zbekistondagi treyderlarga e'tibor qaratayotgan mashhur brokerlardagi bonuslarni aytganman va bu bonuslarni hammasi amalda olib ishlatib ko'rilgan hamda hozir ham olsangiz bo'ladigan, aniq beradigan bonuslarni aytdim-man. Foydalanish yoki foydalanmaslik o'zingizdan. Hamma bonuslar ham avtomatik berilmaydi sizga. Aktivatsiya qilishingiz kerak. Foydalanib qo'shimcha daromad olish o'zingizning qo'lingizda. Savdolaringizga omad, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Like, podpiska esdan chiqmasin.